Ayol kishi ham eri kabi katta mavqega ega. Ey ayol, bilgil, ayol kishining eriga go'zal munosabatda bo'lishi Alloh yo'lida jihad qilish bilan tengdir. Hadis shariflarda jihad esa islomning cho'qqisi deb ta'riflanadi. Xulosa qilib aytganda, aziz qizlarim, soliha qiz bo'ling. Ey ayollar, soliha ona, soliha zavja va soliha buvi bo'linglar. Sizlardan diqqat qilishlaringni so'raydigan eng muhim nuqta shuki, bolalaringga rostgo'ylikni o'rgatinglar. Omonatdorlik ham da'vatdir. Bekorchi gaplardan tiyilishlik ham da'vatdir. Men bir oilani 30 yildan buyon bilaman. Biror marotaba ham uyida bema'ni so'z chiqmagan. Bu oilada ulg'aygan bola mana shunday tarbiya oladi. Jamiada bir kitob o'qigan edik. Umumiy mazmuni shu ediki, yer yuzining qayerida bo'lmasin, qattiqqo'llik o'zining ortidan faqat qattiqqo'llikni qoldiradi. Shunday bo'ladiki, ota xotiniga qattiqqo'llik qiladi, ona esa qizlariga, katta qiz o'zining singlisiga, eng kichigi esa uy hayvoniga. Ko'rib turganingizdek, qattiqqo'llik o'zidan keyin qattiqqo'llikni meros qoldiradi. Rahmdillik esa faqat rahmdillikni meros qoldiradi. Uy mehr-shafqatga to'lgan bo'lsa qanday ham yaxshi. Urush, ur-to'polon, baqir-chaqirga to'lgan uy avvalgisidan albatta farq qiladi. Yana shuni aytamanki, bolasiga go'zal tarbiya berib, erining rioyasini qilgan ayol jannatning eng yuqori darajasiga loyiq bo'ladi. Biz erkaklarga jannatga yetishish uchun millionta yo'l bo'lsa, siz ayollarga bir yo'l bor. U ham bo'lsa, uy ichidadir.